Yo'q, dash qo'lim bilan gaplashamanda. Siz degan paytmi? Havoda ishlaganday ishlash kerak-da. Unaqa rasmlarni qanaqa chizadi, bilasizmi, rassomlar? Varaqqa qancha botirsangiz, orqasidan yozuv bilinib turadi-ku. Bunda ham xuddi o'shanaqa narsa. O'sha teriga botdimi, siz aytgan narsa chiqmaydi. Boyagi botib qolgan bo'ladi. Salgina yengilroq, qo'lda yengilroq ushlab, kisichkalarni sal yengilroq ushlab chizsa zo'r chiqadi. Rastushovka zo'r bo'ladi. Rastushovkada o'zi mana bu bir-biriga ambre deydi-ku, bir-biriga kiyishtirish. Masalan, hozir yuzda mana bu yerda konsiler bo'lyapti, mana bu yerda kontur bo'lgandan keyin ajralib qolyapti-da, o'sha narsani kiyishtirib olmayapti-da. Ko'pchilikda ko'raman, ajralib shuni chiziq bo'lib turibdi-da. Ko'p boyagi filtr, nimalar Photoshoplar bo'lgan vaqtda u bilinmay ketadi, yo'q bitadi. Lekin prям oldiga qaraganda, hozir menda bitta klientim o'tiribdi. Ikkita kelinchak qo'shnim keldi uyga deyapti. Rasmda shunday chiroyli bo'lib turibdi dedi. Uyga kelsam dedi, "Men bu qop-qora" dedi. Men burunda ustiga qop-qora nimadir chizib qo'ygan. Men bu qip-qizil, mana qip-qizil shunday xunuk bo'lib turibdi deb. Kiyishtirmagan o'sha narsani, o'sha yengil ishlashda, o'sha nima desam, ambreni bilasizmi? Bir tomoni to'q, bir tomoni ochiq. Qanaqa bir-biriga kiyishib ketadi, ochiq bilan to'q narsa. Yuzda ham xuddi o'shanaqa. Shunday konsiler bilan mana bu konturlar bir-biriga kiyish kerak. Ulangan joyini odam topolmaslik kerak-da. Mana ko'zni to'q tomonini bo'yapmiz, ochiq tomonini bo'yapmiz. Ikkalasini bir-biriga kiyishtirishda ham kisichkani yengil ushlashga bog'liqda.